Letitin mahsuloti bu ko'proq tabiatda uchraydi. Tuxum sarig'ida, kunjut yog'i, sari yog' ko'p mahsulotlarda uchraydi, lekin organizm uchun u mahsulotlarni to'ldirishlik uchun organizmda u mahsulotlarda juda katta miqdorda yeyishimiz kerak. O'shuning uchun qo'shimcha bio'ozuqa sifatida to'yintirib borishimiz kerak. Letitin organizmga nihoyatda foydali. Hujayra membranasi asosan letitindan iborat. Bosh miya faoliyati uchun, xotirasi yaxshimaslar uchun, yosh bolalarning maktabda yaxshi o'qiy olmasligi, yodlay olish qobiliyati pastligi, shu letitin kamayganligida ham nihoyatda bilinadi. Undan tashqari o't dimlanish, jigarni shunaqa darajada zo'r tozalaydi. Jigarni filtrlash xususiyatini nihoyatda kuchaytirib beradi. Undan tashqari bosh miya, asabga, nerv kasalliklari uchun, nervlarda qayta faoliyatini tiklashlik uchun o'ta muhim mahsulot. Albatta iste'mol qilib yurishimiz kerak.